Assalomu alaykum aziz Range Rover SUV Autobiography yangi modelimizga keldi. Eksport uchun chiqarilgan, sifati juda ham zo'r chiqqan Range Roverimiz. Ranglari ham neobichniy rangda, balonlari yumshoq rezinaviy, diskalari ham yaltiroq diskali, pult pedal orqali boshqariladi. Oldida Range Rover yozuvlari o'yib chiqarilgan. Oldi kapotlari ochiladi. Narsalarni solib qo'ysa bo'ladi kapotlariga. Ichki tarafida salonni ko'rasizlar, ko'jalari o'ta sifatli chiqarilgan. Ikkita 4 yoshli bola sig'adi ichiga. Chiroqlari, asosiy glavniy chiroqlari ikkita tarafdan yonadi, oldi tarafidan. Balonlar aytganimizdek rezinaviy, ikkita orqa balon tortadi. 24 voltli akkumulyator bor, orqa chiroqlariga ham e'tibor beringlar. Juda ham birga bir analog qilib o'xshatib qo'ygan. Rullari chap tarafda joylashgan. O'ng tarafda monitori bor. Filmlar qo'ysa bo'ladi, o'zingizlar fleshka orqali boshqarsanglar ham bo'ladi. Bundan ko'rasizlar. O'zingizlar sensor bilan boshqarasizlar. Korobka передатчиклari bor. Pult pedal orqali boshqariladi. Yana bitta knopkasi bor. Buni bosib qo'ysa faqat pultda yuradi. Yana bitta bosib qo'ysa faqat pedal orqali yuradi. Kalit bilan o'chirib yoqilinadi. Kaliti ikkita bo'ladi ichida. Original kalit Range Rover deb yozilgan. Bu ham litsenzionni qilib chiqarilgan. Ovozlari chiqib turadi. Zavod bo'lganda eshitib ko'rasizlar ovozini ham. Juda ham zo'r chiqqan. Mana shunaqa do'rlaydigan ovozlari ham chiqib turadi. Sizlar ham zakaz beringlar. Bular sifatli chiqadigan eksport uchun chiqarilgan mashina. Ikkita 4 yoshli bola sig'adi ichiga. Taxminan 70-80 kg atrofida yuk ko'taradi. Bu yerda signallari ham bor. MP3'larni ham qo'ysa bo'ladi. Pedalni bossa, gazni ovozi ham chiqib turadi. Bitta bosib ko'rgan pedalni ham. Bitta pedalni bosib ko'r. Mana shunaqa ovozlari ham chiqib turadi. Buni manualga qo'yadigan bo'lsak, o'zi boshqarsa bo'ladi. Qani? Yur. Sizlar ham zakaz beringlar. Sifati juda ham zo'r chiqqan Range Rover.